Assalomu alaykum hammaga. Bu ko'rib turgan mahsulotlaring penya beton bo'ladi. Hozirgi kunda O'zbekistonda juda ham populyarniy bo'layotgan mahsulotlardan biri. Endi siz tomingizga loy boshida o'rniga mana shu mahsulotimizdan foydalansangiz, ham narxidan yutgan bo'lasiz, ham sifatidan yutgan bo'lasiz. Mana shu mahsulotimizni 1 kvadratini 45 ming so'mdan xizmati, materiali, hamma narsasi ichida vodiy bo'ylab yetkazib beramiz deyapti. Uyda egasidan beriladigan narsa abed bilan tok berilsa bo'ldi ekan. Qolgan hamma narsasini o'zlari olib borib, o'sha yerda tayyorlab tomingizga qo'yib berishadi. Bu mahsulotimizni ko'rib turibsizlar, birinchi etapida o'zini maxsus materiali bo'ladi. Maxsus material qoplangandan keyin ikkinchi etapi boshlanadi. Ikkinchi etapda buni ustiga setka qo'yiladi. Mana ko'rib turibsizlar setkasini qo'yib, hamma narsasi qilingandan keyin ustiga penya beton quyiladi. Bu mahsulotimizning afzalliklari juda ham ko'p. Nima afzalliklari bor deydiganlar uchun, qishda issiq bo'ladi, yozda salqin bo'ladi. Eng qiziq joyi gidroizolyatsiyalari o'zi bilan bo'ladi. Har xil qumursqalar, hasharotlar uyingizga kirishini oldini oladi va siz uchun uzoq yillar xizmat qiladi. Bu mahsulotimizdan pol uchun ham foydalansangiz bo'lar ekan. Polni o'rniga ham qildirishyapti ekan. Juda kachiti va zo'r chiqyapti ekan. Polni o'rniga qildirmoqchi bo'lsangiz, 1 kvadrati 55 ming so'm ekan. Tomga lo'mbozni o'rniga bosmoqchi bo'lsangiz, 1 kvadrati vodiy bo'ylab 45 ming so'mdan yetkazib berishar ekan. Toshkent, Voha, boshqa viloyatlar uchun narxiga ozgina qo'shilib qoladi deyapti. Uni ekrandagi raqamlarga telefon qilib, bemalol ma'lumot olib zakaz qildirsalaring bo'laveradi. Biz sizlar uchun doim yaxshisini tavsiya qilamiz.